zo'r ekan-a. Mana inkubator 350 talik inkubator jo'ja ochiladigan uskunamiz tayyor bo'ldi. Jo'natishga tayyorlanyapti. Unga 350 ta tovuq tuxumi sig'adi. Bokslar sendwich paneldan bo'lgan. 1 yillik garantiya beryapmiz. Egalari mana bemalol bu yerdan ochib bemalol remont qilsa bo'ladi, lekin ancha yil bemalol xizmatini qilyapti. İçlarini ko'rsatamiz. Buni mana ichi yonboshlaganda ham tayda yashiqlariga yetib kelmayapti. Bemalol tepa yangi tuxumlarni qo'yib borilaveradi. Xohlagan kuni har kuni tuxum qo'yib, jo'ja ochadigan kuni kelganda har kuni pastga mana bu yerga qo'yib olib, jo'jalarni bayada ochiraveradi. Tepada yangi tuxumlar turaveradi. Bemalol tuxumlarni aylantirib ochirib yursa bo'ladi. Biznesni boshlash uchun uyda kichkinagina daromad qilish uchun bemalol ketadi. Mana nomi birinchi 777 xazina inkubatorlari mana 7 yildan beri inkubatorlarni o'rnatyapmiz. Bu yerda mana 2000 taligi bor, orqasida ham 2000 talik, bunisi 3000 talik, mana 250 taligi bor, orqada 500 taligi bor, mana 5000 taligi bor. Hammasidan mana bityapti, mana 15000 taligi ham bityapti. Endi 500 taligini ko'rsataman. Mana 500 taligi Tojikistonga chiqib ketadi. Tayyorlab qo'ydik, dokumentlari ham bor. Tojikistonga chegaradan olib o'tib ketish uchun dokumentlarni qilib qo'ydik. Chegaragacha yetkazib beramiz, o'zlari olib o'tib ketaverar ekan. Bugun kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati Jalaqo'rg'on tumanida. Like bosib Подписчик вас поищет, unutmaysizlar. Sog' bo'ling. Ночь бы хотел кондитерить. Добрее и слаще на планете. Пытаюсь сделать хрупким мир. Sizga qo'yyapmiz, chiroyli.